Surxondaryo aholisini Toshkent bilan bog'lovchi yo'l M39 yo'lini hamma mendan yaxshi bilib turibdi. Boysundan o'tgandan keyin yurib bo'lmaydi. Taksilarimiz dodlayveryapti. Avtobuschilar dodlayveryapti. Yuziga qarashga ko'zimiz qolmadi. Temir yo'lda umuman sharoit yo'q. Vagonga mingan odam Toshkent borguncha kasal bo'lib qolyapti. Na sovutish tizimi ishlaydi, na sharoit bor, na bilet bor, na vokzalda sharoit bor. Sarasoyga qatnaydigan Termizdan prigredniy poyezdlarga odam toshib bo'lmaydi uning uchun. Transport prokurori tomoshabin. O'g'ayni, mansabdor odam obro'yni mehnat bilan oladi. Umuman sharoit yo'q. Qanday odam toshyapsan uni? Odam toshyapsanmi? Pulini olyapsanmi, tekinmi? Nimaga transport prokurori tomoshabin? Nima uchun qonun ustuvorligi ta'minlanmaydi? Nima uchun chora ko'rilmaydi? Transport boshqarma qayerga qaraydi? Aviabiletlarda umuman sharmanda. Narxi 2 barobar bo'lib ketgan. Monopoliya degan tashkilot tomoshabin. Qanday borsa kambag'al odam bu bilet narxini qarab bo'lmaydi. Umuman tanish biletsiz bilet olib bo'lmaydi. Prezidentimiz temir yo'ldan yurib qancha e'tiroz qildi. Bir hafta ichida prigredniy poyezdi, Toshkentga qatnaydigan poyezdni ham to'liq jihozlaysiz. Odam minadigan sharoit qilib, hamma nima talab qo'yilgan bo'lsa qilinishi shart.